Jizzax shahrida Rayhon Shahzod klinikasida navbatdagi milib amaliyotini bajaramiz. Navbatdagi milib amaliyotimizda bemor 54 yoshda, prostata bezi hajmi 72 santimetr ko'p. Biz hozir bemorga eng oxirgi zamonaviy usulda milib amaliyotini o'tkazamiz. Amaliyot lazer yordamida prostata bezi inokulyatsiya qilib qovoqqa yuboriladi va qovoqda maslahatlar yordamida maydalab maslahatcha qilib olinadi. Milib amaliyotining ustunliklari: ishlatiladigan lazeroskop uskunasini, tubusini razmeri kichkina hisoblanadi. Ya'ni ingichka 22 sharir. 22 sharir bu o'z navbatida uretra, ya'ni tashqi siydik yo'liga travmasi kam bo'ladi. Agar biz an'anaviy usuldagi 26 sharirdagi xolib amaliyotini bajarsak, uretrada travma nisbatan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun biz hozirda eng oxirgi zamonaviy usuldagi milib amaliyotini qo'llayapmiz. Bugunda Rayhon Shahzod klinikasida 4 ta xuddi shunaqa milib amaliyotini rejalashtirdik. Bular orasida 150 santimetr ko'p hajmdagi prostata bezlari ham bor.